namoyon etishadi. Milliy gvardiya saflarida muddat 5 yil vaqtimiz. Bolalar va ota-onalar shu jumla Vatanimni oldiyi burchimni halol bajarishga qasamyod qilaman. vatanga qasamyod qilishga yetib Vicdonim, nomus va sha'nimni o'rtaga qo'yib, tantanali ravishda qasamyod qilaman. safga turing. Ular hayotida bir marotaba yosh farzandlari Halol bajarishga bel bog'lab, men Hojibob e'tiboringiz uchun rahmat. Vicdonim, nomus kirar ekanman. Davlatim timsoli buyuk Hozir bu joyda yig'ilgan ota-ona hammamiz mana shu havasga yetib turibmiz, orzuga. Vatanga xizmat qilaman deb. Yana kelib bugun qasamyod qabul qilishyapti. Xizmatni bitirgandan keyin o'qishga borganda ham o'qishda qiyinchiliklarni yengib bilim olishga, halol xizmat qilishga, o'zlaridagi bo'lgan ba'zi haligi yalqovlik, qo'rqoqlik, dangasalik degandek fe'l-atvorlar yo'qolib, jasur mard yigitlar bo'ladi.